Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan yana men va bugungi videoda Minecraft seedlarini ko'rib chiqamiz. Qani unda go. Birinchi Minecraft seedimizda 999. Menimcha bu seedni bilmaydigan Minecraftchini o'zi yo'q bo'lsa kerak. Aytgancha men Minecraftning eski versiyasida o'ynayapman, sababi yangi versiyalarda bu seedlar ishlamaydi. Xo'p, birinchi bo'lib kuznitsa ustaxonaga kiramiz. Nima hech narsa yo'q. Tuzuyron narsa yo'q, lekin hammasi yaxshi. O'zingizlar bilasizlar, qotayotgan bo'lsa uzr. Endi shunaqa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shader esa rasvo ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'zi yaxshi. Xo'p, keyingi seedimizga o'tadigan bo'lsak, bu seedimizdan 455, ya'ni 455 seedi. Bu seed Minecraftdagi eng katta qishloq seedi hisoblanadi. Xo'p, kelib olyapmiz. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib tursanglar yaxshi ish bo'lardi. Xo'p, bu yerda hech nima yo'q. Hozir ustaxonaga kiramiz. O'zi bu yerda eng asosiysi ustaxona emas, hozir kirib olamiz. Bu yerda kattaligida emas. Hozir sizlarga ko'rsataman. Bu yoq juda ham qishloq katta, bu yoqda esa juda ham katta bo'lmasa-da qishloq bor, lekin menimcha bu yaxshigina katta. Xo'p, keyingi seedga o'tamiz. Keyingi seedimiz 1700 hisoblanadi. Bu seed uchun ham katta savanna qishlog'ini paydo qiladi. Ko'rib turibsizlar, bu yerda bak bo'lgan qishloq. Shaderga undan necha berasizlar, komment yozinglar. Va kirib olamiz ichiga. Jitel bu yerda qamalib yotadi, lekin pastga tusha olmaydi. Chunki o'lib qoladi. Jitel ham axir aqlli. Xo'p, o'zingiz o'ynab ko'rsangiz bilardingiz. Xo'p, keyingi seedimiz bilmayman bunday. To'g'ri, bu juda ham g'alatiga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin bu seed juda ham yaxshi. Xo'p, kirib ko'ramiz. Va bu yerda qishloq bor. Bu seedda survival qilsangiz ajoyib bo'ladi, chunki ustaxonadagi seed juda ham ajoyib. Yana aytaman, bu seedni oxirgacha obzor qilmayman, sababi o'zingiz o'ynab ko'rsangiz bilarsiz, balki. Xo'p, keyingi seedimiz apatsi. Yo'q, hazillashdim. No, God! Eslardi bu boshqa seed bu yerda. No, God, please, no! 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 Seed o'xshagani bilan, lekin ro'us yo'q. Lekin seedga o'zingizlar undan necha baho bergan bo'lardinglar? Men aytolmayman, o'zingiz o'ynab ko'ringlar. Xo'p, keyingi seedimiz butun dunyo taniydigan 111, ya'ni 111 seedi. Bu seedda siz Minecraftdagi ikkita piramida bir-biri bilan birlashgan yerda paydo bo'lasiz. O'zim Minecraftda kamida 100 tadan ko'p seed bilaman, lekin unda qisam kamida 1 soat 2 soatlik video bo'lib ketardi. Montajdan kessam sal g'alatiroq ko'rinishi mumkin. Akkanchinim, bu jarayonda tez sandalarni ochyapsiz desanglar, chunki video juda ham uzoq bo'lib ketishi mumkin. Xo'p, keyingi keyingi piramidaga o'tib olamiz. Seed devor panellanadi. Xo'p, kirib olamiz. Ichidamiz munosibdir bo'ladi. Xo'p, mana. O'zingizlar ko'rib, o'ynab bilib olsanglar bo'ladi. Salom obunachilar, salaman. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bombami nima? Yaramaslar, ya'ni dushmanlarim menga choq qazishibdi-da, yaramaslar. Mayli, endi men dushmanlarimni o'ldirishim kerak.